O'rtoqlar, demak bismillah deb davom etamiz. Eslatib o'taman, 26-yil yanvar oyidagi sertifikat savollarini ko'ryapmiz. 43-masalaga kelib to'xtagan edik. Bu yerda demak nima bo'lyapti qarang. Mana quvvati 200 watt bo'lgan lazer nuri 8 kilometr uzoqlikdagi tog'ga yo'naltirilgan. Nurni yoyilish burchagi 10 darajasi -3 radianga teng. Lazer nurining tog'da hosil qilgan diametrini aniqlang deyapti. Bu yerda bunday lazer nurini yoyilish burchagi mana bu ikkita lazer nuri, ikki chekkadagi lazer nuri orasidagi burchak bo'ladi. Bu alfa bo'ladigan bo'lsa d taqsim l alfaga teng bo'ladi. Bu narsa o'zi aslida tangens alfaga teng. Lekin shu d taqsim l da alfaga ham tenglab olish mumkin. Alfaga ham tenglab olish mumkin. Shunda nima deymiz? Shunda d ni topadigan bo'lsak, alfa ko'paygan l bo'ladi. O'sha alfani 10⁻³ radian deb bergan, l ni 8 kilometr, 8000 metr deb bergan. Shunda 8 metr degan javob chiqadi. Javobga 8 deb yozsangiz ham bo'laveradi. Keyingisi lazer nurini o'sha borib tushgan yuzasidagi o'rtacha quvvat, o'rtacha intensivligini so'ragan. Endi nima qilamiz? Mana intensivlik degani energiya taqsim 100 ga ko'paygan vaqt degani. Energiya taqsim 100 ga ko'paygan vaqt va bu yerda energiyani vaqtga nisbati quvvatni beradi. Mana quvvat bo'lingan 100 ga. 100 ni pi d kvadrat taqsim 4 desa ham bo'ladi. Bu o'sha tog' yuzasida hosil bo'lgan dog'ni, lazer dog'ini yuzasi bu. Shu tog'da hosil bo'lgan lazer nurlardan hosil bo'lgan dog'ni yuzasi. Endi 4 tepaga chiqib ketsa 4 taqsim pi d kvadrat bo'lyapti va bu oxir oqibat 25 taqsim pi bilan tugayapti. Mana shu narsada men ba'zi joylarda ko'rdim, yechim sal boshqacha ekan, lekin mana shunga e'tibor qilinglar. Og'ish burchagi, nurlarni yoyilish burchagi deganda ikki chekkadagi nurlar orasidagi burchak aytilgan bo'ladi. Keyingi masala. 0,6 s tezlik bilan harakatlanayotgan zarrachani to'la energiyasi 6⁻⁻10 joulga teng. Savol qo'yilyapti. 0,8 s tezlikdagi to'la energiya qancha? 0,8 s tezlikdagi impuls qancha deb savol qo'yilyapti. Bu yerda nima qilamiz qaranglar. Dastlabki tezlik demak 0,6 s, keyingi tezlik 0,8 s. Dastlabki tezlikdagi energiyani 6⁻⁻10 degan, men shuni yozganman qarang mana. Y1 barobar m0 s kvadrat taqsim 1 minus v kvadrat taqsim s kvadrat. Bu to'la energiyaning bitta formulasi o'rtoqlar. V ni o'rniga 0,6 s qo'ysangiz, o'sha kvadrat s kvadrat bilan ketadi. 0,6 ni kvadrati 0,36 bo'ladi. 1 dan 0,36 ni ayirsangiz 0,64 dan 0,8 ildiz chiqadi. Demak, bu birinchi safar shunaqa. Endi ikkinchi safar esa m0 s kvadrat taqsim 1 minus ildiz 1 minus v kvadrat s kvadrat bo'ladi. V2 kvadrat. V2 ni o'rniga 0,8 qo'ysangiz, 0,8 ni kvadrati 0,64. 0,64 degani 1 dan 0,64 da ayirsangiz 0,36, 0,36 dan 0,6 chiqadi mana. Mana shu ildiz 0,6 ga teng bo'ladi. Endi mana bu 0,8 ni Y1 da oldiga chiqarsangiz, m0 s kvadrat 0,8 Y1 ga teng bo'ladi. Mana bu m0 s kvadratni 0,8 Y1 deb olishimiz mumkin. Y1 da o'zi qancha edi? 6⁻⁻10 edi. Uni 0,6 ga bo'lib 0,8 ga ko'paytirsangiz 8⁻⁻10 Y2 chiqadi. 8⁻⁻10 degani 0,8 nano joule degani bo'ladi. Keyingi masalada impulsni so'ragan. O'sha ikkinchi safardagi impuls qancha degan. Endi qarang. Ikkinchi energiya mana m2 s kvadrat desa ham bo'ladi. M2 bu ikkinchi safarga to'la massa. Ikkinchi impuls esa m2 v2 desa bo'ladi. M2 to'la massa, v2 o'sha harakatdagi massa m2 bo'lsa, v2 harakatdagi tezlik. Endi bu yerda m2 ni bu yoqdan topadigan bo'lsak, y2 taqsim s kvadrat bo'ladi, ko'paygan v2. Y2 miz 8⁻⁻10, V2 miz Y2 mana 8⁻⁻10, V2 deganimiz 0,8 s taqsim s kvadrat. Shularni hammasini hisoblasak, 64 taqsim 3 10⁻⁻19 degan javob kelib chiqadi. Keyingisi, oxirgisi, radiy izotopi bitta alfa va bitta beta plus, ya'ni pozitron yemirilishiga uchragan. Bunda o'sha oxirida astat hosil bo'ladi o'rtoqlar. Mana 221 taqsim 85 qolyapti mana. Alfa zarrani 2 ga 4, 1 ni qo'shsak 5, 3 o'sha 1, qo'shilgan 2 3, 88 dan 3 ayirsak 85 qoladi. Pozitronda zaryadi bo'ladi, massasi bo'lmaydi, 0 bo'ladi. 225 dan 4 ayirsak 221. Xullas mana shu narsa oddiy tenglik. Bu yerda 221 jami
lekin proton va neytronlar soni 85 protonlar soni. O'sha yadrodagi zaryadli elementlar bular protonlar desak, bu 85 bo'ladi. Neytronlar soni esa jami sondan 85 ta ayirganimizda 136 bo'lib chiqadi. Shu bilan mana yechimlarimiz tayyor. Endi tugatamiz.